aka azoblashlar, xudo xolasa bundan keyin mashinamiz Nexia bir avtomobili bo'lyapti. Bu akalarimiz o'zimizning obunachalarimizdan ekan. Holatni ko'rib turibsizlar. Eng gilamlisi nima aytaymi? Bu endi bitta yaxshilikka bizdan sababchi bo'lyapmiz. Ota-onalari safarda bo'lgani uchun kelishlariga mashinasini chiroyli qilib, kraskalarni septirib, yangidek tayyorlab qo'yishmoqchi bo'lyapti. Alloh qodir qilganicha biz ham yaxshi sherik bo'lib, chiroyli qilib tayyorlab mashinamizni buni mehr talab bo'lib qolgan. Tayyorlab beramiz. Eng qizig'i, vaqtimiz juda ham oz qolgan. Bir hafta vaqtimiz bor ekan. Buni kuzatayotgan ustakalarimiz bor, obunachilarimiz bor. Nima deb o'ylaysizlar? Qo'lni kelasiga bir haftada ulguramizmi? Kommentariy yozib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha biz harakat qilamiz. Alloh qodir qilganicha qaddishga o'tib turasizlar. Gazni bosamiz. Nasib bo'lsa, otaxon kelguncha ulgurib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ko'rishib xursand bo'ladi. Rezultatlar qo'yib boramiz.